Təklimakan qumluqi kirsi chiqqili bo'lmas joy. Qadimdan hozirgacha u nurg'un karvonlarni yutib o'tgan. Shunga kishilar uni Halokat dengizi deb atashgan. U Janubiy Shinjongning Tarim o'ymonligiga joylashgan bo'lib, sharqdan g'arbga bo'lgan uzunligi taxminan 1000 kilometr keladi. Janubdan shimolga kengligi taxminan 400 kilometrdan oshadi. Umumiy ko'lami 337.600 kvadrat kilometr kelgan bo'lib, davlatimizdagi eng cho'ng qumluq. Sahroyi kabir qumluqidan qolsa, dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng ko'chma qumluq hisoblanadi. Təklimakan qumluqi dunyodagi har qaysi cho'ng qumluqlar ichidagi eng sirliq, eng eziq turish kuchiga ega qumluqlarning biri. Tadqiqotchilarning tekshirishicha, qumluq yer ostida suv boyligi mo'l bo'lib, uni qazishga bo'lganligi bayqalgan. Suv boyligi bo'lg'achqa hayotlik ilmi tekshirish elib berilib, hayotlik cheklangan rayon nazariyasi og'dirib tashlangan. Bepoyon qumluqda hozirgacha bayqalgan qadimiy shaharlar xarobisi intayin ko'p. Mana mushundaq bir sirliq joyda yana bir ajoyib sirliq jonliqmi qadimdan savdo karvonlari uchun qumluq kemasi bo'lib, poyonsiz qumluqning jafo mushaqqatlari bilan ilishib, tarix sahifasidan o'rin olgan. Udal Töge. Qumluqdagi tabiiy sharoit shuncha nachar va hech qanday yemaklik yo'q bo'lgan bir oy ichida Tögening hayotiga hech qanday xavf yetmaydi. Ularning suvga bo'lgan talabi 2 haftadan eshib ketmaslar davomli olg'a ilgirlab meniverdi. Uning sirtqi badan tuzilishimi bir qadar afzallikka ega bo'lib, topini qalin go'z selinchisidan tuzilgan. Bu qizishning oldini elib qolmay, yana uning qumluqda normal yo'l yurishiga kapolatlik qiladi. Uning kirpigi uzun ham quyuq, burun teshikchisini har vaqt itib oladi. Quloq ham ko'z atrofidagi tuklari uzun o'sgan. Mana bu alohidliklarning hammasi uning qum borandan saqlanishiga moslashtirilgan. Uning dumba qismida 1 yoki 2 lokisi bo'lib, lokidagi maylar uzun vaqt suv va yemeklikdan ayrilgan chog'da uni davomli energiya bilan ta'minlab berish rolini o'ynaydi. U mana mushundaq afzalliklardan foydalanib, qumluq ichida qadimdan tortib hozirgacha sonsizlagan karvonlarni manziliga yetkazish orqali insonlarning yaqin do'stiga aylangan. Hatto uning sutini oziq